Bitta viza demaymiz, ikkita viza demaymiz, uchta viza ham demaymiz, to'rtta ham viza demaymiz, naqd 5 ta viza do'stlar, 5 ta. Tilla viza Koreyadan O'zbekistonga qaytib ketdi. Bo'ldi, endi hech narsani eplolmaydi, bizlarga viza chiqarib bera olmaydi degan gap so'zlarni eshityapmiz. Unaqa emasda, jigar. Menda ham yurak bor. Menda ham ko'ngil bor. Unaqa gap so'zlarni eshitganimdan keyin meni ham ko'nglim og'riydi-da, jigar. O'zi bu vizalar qachon chiqqan, yana bizlarga eski vizalarni ko'rsatmayaptimi degan gap so'z bo'lmasligi uchun keling do'stlar. 2025-yil 20-iyun kuni, ya'ni bugungi sanada jigar. Bu ham. Bunda ham xuddi shunaqa. Bunda ham shunaqa. Bu esa o'tgan oy chiqqan viza, pasport esa elchixonada yotganda bugun olib chiqdi akamiz. Vaqtlar bo'lmadi. 19-mayda chiqqan viza. O'zingiz manzarani ko'rdingiz. Men o'zim O'zbekistonda bo'lamanmi, Yaponiyada bo'lamanmi, Angliyada yoki Vyetnamda, bizlarga farqi yo'q. Jigar, sizga vizalarni chiqarishda, sizlarga xizmat ko'rsatishda davom etamiz. Bemalol mana shu nomerlarga murojaat qilasizlar. Jigar. O'zi ham bu yil viza istorini bosa-bosa qilib, kelasi yil jahon chempionatiga, Kanada va Amerikaga ketaveradigan joyi bo'lyapti. Jigar.